Ushbu darsda Photoshop dasturi asboblar paneli va ishchi asboblar bilan tanishib chiqamiz. Photoshop dasturida asboblar paneli oynaning chap tomonida joylashgan. Bir qancha asboblarni bu panel o'z ichiga oladi. Eng yuqorida asboblar panelini boshqarish tugmachasi bor. Bu tugmani bosish orqali asboblar panelini kichraytirib, kattalashtirishimiz mumkin. Kattalashgan holatda ko'pincha dizaynerlar ishlashadi. Har bir asbob ustiga sichqonchamiz ko'rsatkichini olib borganimizda shu asbob nomi chiqadi va har bir asbobni tanlaganimizda yuqorida har bir asbob uchun alohida boshqarish paneli ochiladi. Ba'zi asboblar ostida qora rangda kichik ko'rsatkich belgisi bor. Bunday asboblar ichida yana shu oilaga kiruvchi bir qancha asboblar joylashgan. Buni ko'rishimiz uchun shu asbob ustiga sichqonchamiz o'ng tugmasini bosamiz va ko'rishimiz mumkin. Avvalo rectangular marquee asbobi bilan tanishamiz. Bu asbob vazifasiga ko'ra rasmda kerakli joyni to'rtburchak shaklda belgilash imkonini beradi. Keyingisi esa elliptical marquee asbobi. Bunisi esa rasmda kerakli joyni ellips shaklida, yumaloq shaklda belgilash imkonini beradi. Keyingisi esa single row marquee. Bu asbob rasmda kerakli joyni gorizontal shaklda belgilash imkonini beradi. Keyingisi esa single column marquee asbobi. Bu asbob rasmda kerakli joyni vertikal shaklda belgilash imkonini beradi. Endi belgilangan joyni o'z holatiga qaytarish uchun menyudan select, deselect buyrug'ini tanlaymiz. Yana rectangular marquee asbobiga qaytamiz va kerakli joyni belgilaymiz. Endi yuqorida boshqarish paneli bilan tanishib chiqamiz. Boshqarish panelida bir qancha tugmalar joylashganini ko'rishimiz mumkin. Demak, birinchisi add new selection. Bu orqali xohlagancha yangi joyni belgilash mumkin. Keyingisi esa add to selection buyrug'i. Bu tugmani bosib yangi shakl chizganimizda ikkita shakl birlashadi. Keyingisi esa subtract from selection. Bu tugmani bosib yangi shakl chizganimizda demak o'sha chizilgan joyni o'chiradi. Nihoyat oxirgisi intersect with selection. Bu tugmani bosib yangi shakl chizsak o'sha belgilangan joyni o'zi qoladi, qolganlari o'chib ketadi. Demak, yana belgilangan joyni o'z holatiga qaytarish uchun deselect buyrug'ini tanlaymiz. Endi feather ni ko'rishimiz mumkin. Feather buyrug'i orqali biz rasmni qirrasiz kesib olishimiz mumkin. Buning uchun featherga 40 pikselni yozamiz va kerakli joyni belgilaymiz. Menyudan edit, copy va yangi oyna ochamiz. File, new, OK va menyudan yana edit, paste. Demak, bu feather natijasi. Navbatdagisi esa style. Style'da 3 xil buyruqni ko'rishimiz mumkin. Normal, hozirgacha normalda ishlab keldik. Keyingisi fixed ratio. Fixed ratio'da demak eni bilan bo'yi bir xil bo'ladi. Misol uchun 1 ga 1 olsak, eni bilan bo'yi bir xil o'lchamda bo'ladi. Keyingisi esa fixed size. Fixed size'da o'sha necha piksel yozsak, o'sha chiqadi. Misol uchun 200 ga 200. Shundoq bosganimizda o'zi tayyor holatda bo'ladi. Move tool, ya'ni harakatlantiruvchi asbob. Klaviaturamizdan V tugmasini bosish orqali ham bu asbobni tanlashimiz mumkin. Bu asbob vazifasiga ko'ra rasmga tegishli bo'lgan layer, ya'ni qavatni bir joydan ikkinchi joyga ko'chib olib o'tishda ishlatiladi. Misol uchun bu rasmni yuqoriga olib o'tishimiz mumkin. Yangi fayl ochib ham tekshirib ko'rishimiz mumkin. Demak, window, arrange, tile va ushbu rasm ustiga sichqonchamiz chap tugmasini bosib, kerakli joyga olib kelib qo'yib yuboramiz. Boshqarish paneli bilan tanishib chiqamiz. Birinchisi auto select. Bu buyruq orqali biz demak, sichqonchamiz chap tugmasini rasmga bosganimizda o'sha rasmga tegishli bo'lgan layer tanlanadi. Layers oynasidan ko'rishimiz mumkin. Demak, qaysi layer ustiga sichqonchamiz tugmasini bosganimizda layers oynasida shu layer tanlanyapti. Keyingisi layer group. Group asosan guruhlar bilan ishlashda qo'llaniladi. Hozirgacha layerda ishlab keldik. Va nihoyat oxirgisi show transform controls. Bu buyruq orqali demak, rasm hajmini kattalashtirib, kichraytirish mumkin. Bundan tashqari rasmni soat yo'nalishi bo'yicha aylantirib ko'rish ham mumkin.
Bajargan amallarni qo'llash uchun klaviaturamizdan Enter tugmasini bosamiz, qo'llamaslik uchun esa Escape tugmasini bosamiz.